ham kagor olib kelib bergandim. Hozir mana kagor ichayotganlar. To'xtang bitta video olay deb olyapman. Qizlarjonlar mana men bitta butulkani bo'shatyaptilar. Qanaqa rezultat bo'lganini ona qani bir og'zaki aytvoring. Gap yo'q, yaxshi. Mana shu ichimni qizdirib o'tadi. Ichimgacha qizdirib, yondirib, ozgina anaqa qildiradi. Nima deydi? Energichni qilyapti. Xudoga shukr. Yotiqchilar ishlarim yo'q, uyqularim yaxshi. Qip-qizil olmadek bo'lib yuribman-da. Короче, nima deydi? Ro'mollari yo'q bo'lgani uchun o'zlarini ko'rsata olmayman hozir. Qip-qizil bo'lib mana yuribman. ertalabki protseduralarni onajonim boshlaganlar. Birinchi olma sirkasi ichadilar, choy ichgandan keyin kagor ichyaptilar. Onamda sahram bor, gepatit C ham bo'lganlar. Qizlar, olma sirkasi mumkinmi gepatit C ga deb ko'pchilik so'rayapti. To'g'rimi ona? Gepatit C ham ichgan bo'lgansiz siz. Albatta. Больницада yotib lecheniya olganlar. Yaqinda ham mana pochkada tosh bor deganda, u narsa ham yo'qolibdi, alhamdulillah. Jigar